Men obzorni qilib berdim. Agar tugab ketmasdan ulgurib ololmasanglar, aniq armonda qoladigan dvokamizni ko'ringlar. Narxlari atigi 280 ming so'mga shunaqangi nafisgina variantda ustki qismlari lyon matoli, juda ham ajoyibgina dvoka olib kelganmiz. Kurvaslar uzungina modelda ishlangan, juda ham zo'r modelimiz. Razmerlari esa 50-razmerdan 60-razmergacha bolshmerkaligini hisobiga 62 kiloga ham bemalol to'g'ri keladi. O'zi 50-razmerni ham ko'rib turibsizlar, qanaqangi to'kilib turadigan, juda ham ajoyibgina modelda ishlangan. Fasonni ham o'zim sevdim. O'zi rusumkasi nima deyapti? Xolislar bunaqa rasvetkalardan juda ham ko'p variant olib kelganmiz. Mana buni ko'ringlar. Juda ham zo'r model, yoqali modelda ishlangan. Fasonlari juda chiroyli turadi. Oldilari tugmacha fasonda, orqalari bilan ko'rsatib o'taman. Keyingina fasonda ishlangan. Ko'pchilik obunachilarimizdan o'zi o'rangan, o'ranmagan obunachilarimiz yozgi kunda sal svobodniyroq, tashabroq turadigan narsani yoqtirib kelishadi. Eminni bu dvokan qaranglar. Bularning zo'r tarafi ustki qismlarini o'zi ham bitta ko'ynak bo'lib turadi. Hozirda bo'yim 1.72, o'zinglar bo'ylar hisobini avarasizlar. Juda ham chiroyli modellarni olib kelganmiz. Xolislar mana bunaqa modellarni qaranglar. Shunaqa zo'r turib beradi. Yarki rang yoqtiruvchi opa-singillarimiz uchun har xil rasvetkalarni olib kelganmiz. Mana bu modellarni ham ko'raversanglar bo'ladi. Va bir assortiment juda ham katta sizlar uchun mana bunaqa xolislar bu rasvetkalardan. Narxlarni qaytadan eslatib o'tamiz. 280 ming so'mdan shunaqangi ajoyibgina dvokalarimizni har ikkala magazindan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Albatta barcha viloyatlarga ham dostavka xizmatimiz mavjud. Hammalarni magazin kutib qolamiz. Kelarasizlar.